Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan HTML va CSS yordamida mini veb-sayt qilib ko'rishga harakat qilamiz. Mana bu internetdan topdim. Shunga o'xshab kichikroq bir 3 sahifali va 2 sahifali veb-sayt qilib ko'ramiz. Bu ishimizni boshlanish bo'ladi. Sekin-sekinlik bilan o'zingiz ham o'zingizni shaxsiy saytlaringizni qilsangiz bo'ladi. Shunga qarab juda ham emas, murakkab emas saytimiz, juda ham katta emas, kichkinagina, oddiygina bir sayt. Yangi narsalarni ham shu bilan birgalikda o'rganib ketamiz. Deyarli men tayyorlab olganman narsalarimni. Sonra hotel degan papka ochdim, uning ichida CSS papkasini ochdim, bu yerga style CSS papkasini yozib qo'ydik, style nokta CSS. Keling, ichma-ich turmasin, shuni o'zida ochib qo'ya qoling. Bu folder рабочий стол ichida hotel degan papka. Bo'ldi mana. O'ztirga yaxshiroq. Demak, style CSS va image ichida bir qancha rasmlarni yuklab olganman. Keyin ishlatishimizga qarab, o'shanga qarab o'zlaringiz ham rasmlaringizni topib qo'yib olsangiz yaxshiroq bo'lardi. Demak, boshladik. Bismillah deb boshlaymiz. Demak, mana index.html hozircha bo'sh. Bunga CSS ulab qo'yaveraman. CSS link yordamida o'rlaymiz. Link shu bahona aytilmagan, darslarda aytilmagan temalarimizni yoki bo'lmasam birozgina yoddan ko'tarilgan temalarimizni ham eslatib o'tamiz. Demak, CSS ni HTML ga ulash uchun link tagidan foydalaniladi. Buning ikkita atributi bor. Bu rel, style sheet, ya'ni bu stillarda iborat jadval kelayotganligini bildirib turadi. Mana shu qiymat aniq bo'lishi kerak. Rel, style sheet va ikkinchisi href, bu manzil turishi kerak. Bizda hozir CSS papkamiz bir qatorda emas, ya'ni CSS degan papkaning ichida joylashgan. O'shaning uchun papkani ham oldidan kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. O'tib shu qatordagi CSS papkasining ichidagi style CSS. Mana ulandi. Endi sekin ishimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda yuqori qismni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu qismlarni bo'lib olishimiz kerak. Saytlarda yuqori qism bu header qism deyiladi. Mana bu qism header qism hisoblanadi. Header qismida nomi, kompaniya nomi, bundan tashqari sahifalarga o'tadigan yo'l va shu kabi elementlar bo'ladi. Demak, header qismimizni shakllantirishni boshlaymiz. Buning uchun HTML da header degan tagi bor. Vazifasi o'sha dasturchiga bildirib turadi. Endi header tipadagi boyagi mana bu qismimizni ishlar qilinayotganligini, mana shu qismda ishlar qilinayotganligini bildirib turadi. Juda ham ortiqcha vazifasi yo'q. Header ichini now degan tag bilan to'ldiramiz. Bu ham juftliklar, ikkitalik tag va yozilishga ham e'tibor bering. Ikkitalik tag. Ortiqcha narsasi yo'q. Bu ham xuddi shu navbar ekanligi, va header qismini ba'zilar navbar ham deyishadi. O'shani bildirib turadi. Bunga ID qo'yib qo'yamiz. ID bu pasport degani, bunga navbar deylik. Xuddi CSS bilan yoki JavaScript bilan ishlab berilayotganda xuddi mana shu ID'lar juda ham qo'l keladi. Navbar ichida bitta div ochib olamiz. Shuni hozir birinchi header o'zini ichini ikkiga bo'lib olsak bo'lar, yaxshiroq bo'lar. Yana bunday turamiz. Demak, header ichida bitta navbar bo'ladi va mana bu qismni ham headerga tiqorsak bo'ladi. Bosh qismi mana shu qismni ham headerga tiqorsak bo'ladi. Asosiy qism kirganda ko'rinib turadigan qism desak bo'ladi. Hozircha. Demak, bunga bitta div ochib olamiz. Div ID'siga show
deb nomlasak ham bo'laveradi. Showcase. Bo'ldi, divimiz, demak headerimiz ikki qismga bo'lindi. Endi navbarni ichini to'ldirib boraveramiz. Demak, navbarni ichida birinchi H1 tagida H1 tagiga qo'yamiz. Bu mana bu logotip uchun ishlatiladi. Mana bu logotipga. Keling, bunga ikki xillarni qilamiz. H1 tag ichida span tag ochamiz-da, bunga my deb yozib qo'yamiz. Undan so'ng project deb qo'ysak yaxshiroq bo'lardi. Mana myga alohida stil berib yuboramizda keyin. Undan keyin ro'yxat hosil qilish uchun logotip bo'lish kerak. Logotip bo'ldir, URL tagi bo'lish kerak. Va bu yerda yana bir narsa esda chiqib ketdi. Mana buni ham ID yoki class olib qo'yishimiz kerak. Class olib qo'yaylik. Class logo deymiz. Va buning ichida mana bu narsa ham A tagining ichida turadi. Sabab bosganda qaytib kelish kerak. Demak, bunga hozircha qo'yib turamiz, bosilganda ichiga qolib ketib qolmasligi uchun. Keyin buni qo'yib qo'yamiz. Endi URL ichida bizda 3 ta li bo'ladi. Li ko'paytirilgan 3, chunki bosh sahifa, keyin about va contact. Har bitta limiz ichida A taglarida joylashgan bo'ladi. Shuni yanada osonroq qilish uchun mana bunday qilsak bo'ladi. Li keyin yozilishda kattagich belgisi qo'ymaymiz, li yozamiz, ko'paytirib 3 qilamiz va mana bunday belgini keyin qo'yamiz-da, faqat bir tarafiga, narigi tarafiga emas. Bu degani buning ichida degan A hosil qilib bergan. Mana ko'ryapsiz, bizga 3 ta li va A hosil qilib berdi. Demak, birinchisiga home deb yozib qo'yamiz, asosiy sahifamiz, keyingisiga about va keyingisiga contact yozib qo'yamiz. Birinchisiga home'da turgan paydamiz ichiga olib ketish kerak emas. Shuning uchun rishitga qo'yamiz. Lekin home'da turib about deb bossa, bizga about olib o'tish kerak. Shuning uchun about html yozamiz bu yerga, bunisiga esa contact html yozib qo'yamiz. Deyarli mana navbarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi mana bu showcase-ga, ya'ni mana bu qismda ishlaymiz. Ya'ni orqasida rasm, bu oldida yozuvlarimiz va tugmamiz. Demak, showcase ichini bitta konteynerga olamiz. Ya'ni hamma qismlarni konteyner degani to'rt burchak korobkada saqlab turish uchun hamma qismlarni. Demak, konteyner deb yozadigan bo'lsak va enter bossak, bizga deb hosil qilib beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir shunchaki bitta nuqta konteyner deb yozganimdan keyin enter bosib div bilan yozib beryapti. Odatda div bilan yozib beradi. Qolgan taglar bilan yozish kerak bo'lsa, albatta tagni boshiga qo'yib qo'yishingiz kerak. Ya'ni delik siz bunday emas, H1 deb yozmoqchi bo'lsangiz, albatta boshqa tag bo'lsa H1 ni oldida qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Lekin hozirda bizda divda ochib berish uchun shunchaki nuqta konteyner deb yozib qo'ysak ham kifoya qiladi. Bo'ldi. Buni ham ichini endi bitta rasmga va matnlarimiz uchun bitta div ochsak bo'ladi. Demak, show case content. Mana bu o'rtadagi yozuv va tugmachamizga javob beradi. Endi buning ichini H1 yozamiz. H1 ga
span beramiz. Span enjoy your stay deb yozib qo'yamiz va H1dan keyin joy tashlamaslik ham bo'laveradi. P tagida Warren bizga bir 30 ta so'z chiqarib bersa aytadi. Keyin href tugmachamiz uchun hosil qilamiz. About HTML ga olish kerak va bunga about us deb qo'yamiz. About biz haqimizda va klassini ham qo'yib qo'yamiz. Class btn. Shunda mana bu tugmachamiz uchun javob beradi. Joyyorster. Bo'lsa shuni o'zlay qilib qo'yamiz. Demak, header qismimiz tayyor bo'ldi. Endi buni uchala sahifamizda ham shuni olib qo'ysak bo'ladi. Ko'raylik, chaqib 3 ta sahifada takrorlanganmi-kan, yo'qmi-kan. Faqat bu yerda tepamizda takrorlanyapti, keyingisida kontakt tepamizda takrorlanyapti. Lekin footer deyarli hammasida bir xil. Footer deb olsak, keyin o'rtadagi main qismida ham qilaverardik. Demak, footerni eng tagiga olib qo'yamiz. Footer va bunga p qilamizda. Endi hotel keling, mana shu nima deb yozgan o'shanga qarab qolaylik. Birato'la shunga o'xshataversin. Tilbiti bizda mana bu qonunni belgichamizda mana bunda shtrix kod bilan chiqarsa bo'ladi. Copy deb. Endi yilini 2019 emas, 2025 qo'yib qo'yaylik. 2025. Endi all right reserved qo'yamiz. Va bu footerga ham bitta ID berib qo'yishimiz kerak. ID main footer deb qo'yamiz. Footer. Deyarli footer qismimiz ham tayyor bo'ldi. Ya'ni mana bu footer qismini yozib oldik. Art stillar berilgan yo'q. Endi o'rtadagi home sahifasini main qismiga beramiz. Ya'ni mana bu ikonkalarni ham ulab chiqishda ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, main qismiga main tegini ishlatsak bo'larmikan? Odatda mana bunday main tegini ochsak bo'ladi. Ya'ni asosiy header bosh qism, main asosiy qism, footer tag qism hisoblanadi. Saytlarda esa header va footer almashmaydi. Shuni aytib qo'yaylik, main qismi almashib turadi. Main ichida endi sectionlarga bo'lib olsak bo'ladi.
ya'ni section degani qismlarga bo'lib olsak bo'ladi. Section class qo'yib bersin bg dark degan bizning class nomidan qanaqa stil berib turamiz. Keyin id uchun решетка qo'yamizda home info qilamiz. Home info. Buni bg dark home info. Bu birinchi qismimiz edi va ikkinchi qismga shunchaki section kelajakdagi voqea hodisalar uchun deb hozir mana bu qismini qilib oldik. Bu qism uchun section yasab oldik. Endi bu qism uchun ham section yasashimiz kerak bo'ladi. Section bunga endi id qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Features birinchi qismimiz ko'rib turibmiz. Ikki qismga bo'ladi. Birinchi section o'zi ikki qism bo'ladi. Bir tarafi rasmga, bir tarafi ma'lumotlarga. Demak, rasm uchun rasmni background sifatida bersak bo'ladi. Shuning uchun background sifatida beradigan bo'lsak, shunchaki bitta bo'sh div hosil qilib qo'yishimiz kerak. Info image sifatida. Info image. Ya'ni rasmni background sifatida ishlatamiz bu yerda. Darslarimizni ko'p bo'la qo'ymaymiz. 20 minut, yarim soatdan qilib bo'lib boraveramiz. Hozir home sahifasini qilib olsak, keyin biroz pauza qilamiz. Bu bo'sh div bo'ladi. Maqsad buning orqa foniga mana bu rasmni chiqarib berish. Shuning uchun ishlaydi. Keyin yana bitta div ochamiz. Endi info kontakt, ya'ni yonidagi tekstni kontakt chiqarib berish uchun info content deb qo'yamiz. Buning ichida ko'rdingiz matn bor, bosh qism h2. Buning ichida span bo'lishi kerak albatta. Spanga class beramiz. Text primary degan. Text primary. Va bu yerga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Span ichiga this the keling shuni mana bu yoqda olsak bo'ladimikan? Shuni kopiya qilaylikda. E'tibor berayotgan bo'lsak, the history sariq, of or hotel desam oq rangda turibdi. Joylashtiramiz va of or hotelni spandan tashqariga chiqarib qo'yamiz. Span degan vazifasi xuddi shunaqa matnlar ichida birta so'z alohida ajratib turish kerak bo'lsa, o'shani spanga olib, keyin unga stil berib qo'ysak bo'laveradi. Xuddi mana shu holatda ko'ryapsiz. Span ichiga the history olib. Keyin p tagida paragraf degan ichida Lorem yordamida где-то bir 150 ta so'z hosil qilib bersin. Tab va endi tugmachamizni ham qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana bu yerda tugma bor. Endi bu monitor katta bo'lgani uchun moslashtiruv qilinmagan. Monitorda birozgina noqulay chiqayotgan bo'lishi mumkin. Keyinroq bir kichikroq ekranga ham solib ko'ramiz. Read more. Mana shu tugmachamizni joylashtirib ko'ramiz. Buni mana bu tugmachamizdan olaveramiz. Kopiya qilib pastga tashlaymiz va bunga shunga bu ham HTML about HTML ga boradi. Tashqari yana bitta
klass berib qo'yamiz. Bitta ham light degan. Light. Va endi o'rtasi ibodat emas, read more bo'ladi. Read more. Deyarli ancha shablon hosil qilib oldik. Endi ikkinchi features qismini ham yozib olsak, home sahifasi tugaydi. Features sahifasida bir qancha ikonkalar bor. Ikonkalar bor. Ikonkalarni ham ulashtirib ko'rib o'tsak bo'ladi. Demak, ikonkalar ulash uchun darslarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, CDN.js dan foydalangan edik. Biz ham shundan foydalanamiz. CDN.js dan font awesome'ni qidirtirishimiz kerak bo'ladi. Font awesome. O'rtadagini bosib, kopiyasini link kopiya qilamiz va o'zimizga olib kelib, head tagida title dan keyin qo'ysak bo'laveradi. Mana. Keyingi darsda uni ikonkasini ham yuklab ko'raveramiz. Endi home infoning ichida, featuresning ichida nimalar bor? Ko'rdik hozir 3 ta korobkamiz bor ekan hozir. Bu yerni olib qaraydigan bo'lsak, 3 ta korobkamiz bor. Bitta, 2 ta, 3 ta. Shuning uchun ichini 3 ga bo'lamiz. Mana buni ichini div ko'paytirilgan 3 qismga bo'lamiz. Bular ichida deyarli bir xil bo'ladi. Bittasini yozib olsak, qolganini ichini ham xuddi shu qiymat bilan to'ldirib chiqsak ham bo'laveradi. Birinchi o'rinda itga qoldiramiz ikonka uchun. Bunga hozircha ikonka deb yozib turaylik. Icon deb yozib turamiz. Sababi keyinroq iconini ham chiqib ulab qo'yamiz. H3 da bizda nima deyilgan? Create location. Shu qismda olamiz. Tashlaymiz va P'da lorem 15 turamiz. Bu qismda shunday kopiya qilib olamiz. 3 ta devga narsani qo'yib chiqamiz. Endi o'rtadagi tekstlarni o'zgartirsak bo'ladi. Mana urib oldik. Endi buni klasslarni ham qo'yib chiqaylik. Demak, klasslarimizga nima qo'yib chiqsak bo'ladi? Class box va pg primary deb qo'yamiz. CSS bilan keyin bularga ham rang berib, chiroyliroq holatga keltiramiz. PG primary. Va
Mana bu yerda yana bitta div berib turaylik. Birorta vazifasini keyinroq ko'rib olaveramiz. Claritaga. Deyarli home HTMLimiz tayyor. Buni ko'rib olishimiz mumkin. My project shunaqa holatda turibdi. Buni keyinroq chiroyligina qilib olamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.